O'zbek shou-biznesi olamida o'z o'rniga ega bo'lgan taniqli aktrisa hamda dizayner Shahzoda Muhammedovaning onasi Shahzoda haqidagi barcha haqiqatlarni ochiqladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbekiston hamda jahon shou-biznesi olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa, dizayner Shahzoda Muhammedovaning onasi o'zi ham teatr va kinoda ijod qilib kelayotgan aktrisa Gulmira Muhammedova Omon dasturida intervyu berdi. U suhbat davomida qizi bilan bir-biriga yoqmaydigan xatti-harakatlari, nabirasi Milananing ismi borasidagi tortishuv hamda nima sababdan oltin medal ko'krak nishoniga munosib ko'rilgani haqida gapirdi. Milana emas, Madinaxon deyman. Gulmira Muhammedova bolalarga zamonaviy ismlar qo'yilishi ijtimoiy tarmoqlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkinligi, ammo ular katta bo'lgach bu ismlar erish tuyulishi haqida o'z fikrlarini bildirdi. Ochig'ini aytsam, hozir tug'ilayotgan o'zbek bolalariga zamonaviy chet el ismlarni qo'yishga munosabatim ijobiy emas. Milliylikni yo'qotmagan ismlarni tan olaman va menga shu yoqadi. O'zbeklarning chiroyli ma'noga ega bo'lgan ismlari bor. Shuning uchun o'z nabiramni ham Madinaxon deb atayman. Ota-onasi esa Milana deyishadi. Avvaliga ular qiziga qo'ygan ismini qabul qila olmaganman. Shuningdek, men Madina deyishimga ham ular ko'nikolmagan. Hozirga kelib hammasi joyida. Baribir biz kattalar uzoqni ko'zlaymiz. Hali biror marta ham nabiramni Milana demaganman. O'zi ham ikkita ismga o'rganib bo'lgan, deydi aktrisa. Qizim meni tanqid qiladigan bo'ldi. Gulmira Muhammedova qizi Shahzoda bilan nafaqat ismlar, balki boshqa mavzularda ham ko'p tortishib qolish sababini aytdi. Liboslar masalasida qaysarman, balki shuning uchundir. Qizim Shahzoda ham kiyimlar borasida o'ta injiq. Shunisi qiziqki, nabiram Madinaxon qizimdan ham qaysarroq chiqdi. Bu narsa genetik bo'larkan. Men ham qizim Shahzoda ham mukammallikni talab qiluvchi ayollarmiz. Uning va mening nuqtai nazarimiz, hayotga qarashimiz, orzu-havasimiz turlicha. Ko'pincha ijod va liboslar borasida fikrlarimiz to'qnash keladi. Ammo baribir so'ngida o'zim yutib chiqaman. Aslida olmaning tagiga olma tushishi rost. Qizimning san'atga qiziqishi mendan o'tgan. Uni qo'llab-quvvatlab kino olamiga olib kirgan ham o'zimman. Tanqidchisi ham o'zimman. Lekin negadir hozirgi kunga kelib mening tanqidchim qizim bo'lib qoldi. Masalan, qo'shiq kuylashimni, ko'p raqsga tushishimni, salbiy rollarda o'ynashimni xohlamaydi. Hatto melodrama janrida rol ijro qilishimni ham istamaydi. Holbuki men 50 yoshimda melodramadan ko'tarilgan aktrisaman. Kiyimlarimga ham aralashadi. Menga esa birovning tanqidi yoqmaydi. Aslida yoshligimdan unday qaysar emasdim. Beozor, hayotsevar qiz edim. Lekin hayot sizni bora-bora kuchli qilib tarbiyalab, ham ayol, ham erkak bo'lib yashashga undab qo'yarkan, deydi u. Professional san'atkorlar qatorida mukofot olganimdan shokdaman. Shuningdek, aktrisa davlat tomonidan oltin medal ko'krak nishoni olgani haqida to'lqinlanib gapirdi. Ochig'ini aytsam, sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yillik yubileyiga bag'ishlangan taqdirlash marosimiga nomzodim qo'yilganidan ochig'i o'zim ham shokka tushdim. Sababi professional san'atkorlar turganida mening kamtargina ijodim mukofot uchun yetarli emasdek tuyulgandi. Men hozirgi kunda kino va teatr aktrisasi bo'lib shakllanganim bilan vazirlik tomonidan boshqa serqirra ijodim O'zbekiston uchun qo'shgan hissam sarhisob qilib borilar ekan. Shu munosabat bilan oltin medal ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bundan boshim osmonga yetdi, deydi aktrisa Gulmira Muhammedova hayajon bilan.